Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mers sotiladigan dehqondan. Hop. Bu nima deydigan ustoga? Nima deydi buni? Tushunmayman buni. Aka Mers Atego 2002-yil Tiyagach. Tiyagachi? Tiyagach. Salonni ham qaramay. Mezza mashinamiz kerak aka. Mas Perset aka, buni yili 1980. 12 metrli Perset, konteyner, katta konteynerda o'tiraveradi. Yuk tortishi 25 tonnagacha aka. Selarka va Sanatga rasxoti 100 kilometrga 100 ga 20 ta yeydi aka. motor hadovlari qanaqa? Motorlarni qilib qo'ydikda aka. Motorlar qilingan. Selarka deb yuradi va o'zlari nomida. Ishi yo'q, ishga tayyor. O'zimiz nomimizni olasin. Bo'ydagi to'g'ri. Balonlar yaxshi deyiladi endi buni. Balon aka 80-85% oldi. Orqasi 50-60%. Yaxshi. Unda narxini qancha deymiz endi? Aka o'zi bu narxni 16,5 mingga qo'yuvdik kanal gruppalarga. Endi pul kerak, pullarim 15 mingga barter variant ham bor. Bevola, agar barter qilib bevolmay sotaveramiz. Aloqa chiqib olasizlar. Mana shu nomerlar ekan. Sheydi mashinasi, ishonarli mashina. Aloqa chiqib olasiz. O'zlari nomidan generalni beraveradi. Hech qanaqa ishi yo'q. Ishga tayyor, yarim takarlikka yuradi. Amca kapatını yoktur günde. Gitti yoktur kapatını. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu 21 11 20 sotiladi. 83-yil va 83 o'zlari nomida. Yangi balon bor ekan, benzinda. 6 litr 100 ga 6 litr yeydi ekan. Metan qo'yilmagan ekan. O'zlari nomida generalni beradi. 4 ta yangi baloni bor. Motori zo'r ekan. Tamam yangi ekan. Narxini telefon qilib kelishaverasizlar ekan, nomerni qo'yib qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Dehqon 2011-yil Max sotiladi. Kraskalari qaramak aytgan ekan. Qarabiga 270 ming bergan ekan. Motor qo'yilgan ekan, metani bor, 4 ta yumshoq baloni bor. Egalari Andijondan, Andijon mashinasi. Narxi arzon. 2 ming kamroq deb nima deyishlar egalari. Bu lavadagi chiqmasin. Rahmat.